qizlar mana shu sizlarga termozashitali ko'rsatib beruvdim mana. Hozir kiprikimni oldim. Полный yuzlarimni malkada yuvsam, tush umuman oqmadi. Mana ko'zimdagini ko'ryapsizlar. Yaxshilab yuvib tashladim, ataylab surib ko'rsatolmay. Patni disk qo'llab, nomda qildim, mana chiqib keldi. Endi mana. Nomda qilsanglar chiqadi. Aytolman-ku, chet elga ketasizlarmi yoki dam olishga borasizlarmi, tog'ga borasizlarmi yoki akvapark cho'milish yozda bemalol chiroyli qiz bo'lib yuraverasizlar. Chunki sizlar bilan termozashitni tush bo'ladi. Hech qanaqasiga kiprikinglardan oqib, ko'zinglardan tagi qorayib qolmaydi. Shunaqa yoki vatni disk shunday olasizlar, qo'llab turib, bundoq qilsanglar hammasi chiqib ketadi. Kiprigimda umuman qolmadi, hammasi mana chiqib ketdi. Bunisi mana hozir bor, buni ham tozalab tashlayman. Yoz kunlari termozashitali tushimizni bemalol xarid qilishinglar mumkin. Juda ham effektli qaranglar, kipriklardan bittada chiroyli bo'lib chiqdi. O'z yuzlarimni yaxshilab molkilab ko'pirtirib yuvib desam, shunday turdi-da, hech nima qilmasdan turdi qizlar. Zo'r ekan.